Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibiga kiruvchi mamlakatlarning har birida muftiy lavozimida ishlagan diniy ulamolarning barchasi O'zbekistonda tahsil olganini bilasizmi? SSR davrida barcha islom dini bo'yicha ta'lim muassasasi faqat Buxoro va Toshkentda bo'lgan. Va hozirgi kunda biz bilamizki, bu Rossiya bo'lsin, bu Kavkaz, Ozarbayjon, boshqa musulmon o'lkalar bo'lsin, barchasidagi rahbarlar hammasi shu yerni bitiruvchilari bo'lgan. Ma'lumki, Muftiy Boboxonovlar o'tgan asrda salkam 50 yil mobaynida O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasini boshqarib kelishgan muftiy lavozimida ishlab va ular shu mustaqillikka qadar dahriy davrida, ateistik davrda dinni saqlab mustaqillikka uzatib yuborishgan va ularning bu islom diniga qo'shgan hissaligi juda ulkan. Ularning qilgan ishligi shundan iborat bo'lganki, shu birinchi navbatda bu 43-yili urush davrida Eshonbo'g'on hazratlarini diniy idora tashkil etishni tashabbuskori bo'lganlar va shundan keyin asosiy qilgan ishlardan biri bu Mirarab madrasasini qayta tiklanishi va ulardan Eshonbo'g'on hazratlaridan keyin ularning o'g'illari Shayx Ziyoddinxon ibn Eshonbo'g'on hazratlari. Ular nafaqat mintaqamizda, balki dunyoda juda yuqori mavqega ega shaxs bo'lganlar va umuman SSR davlatlarini tashqi dunyo bilan aloqalarni yaxshilashda, ayniqsa musulmon davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashda juda katta hissa qo'shganlar va ularni ham asosiy qilgan ishlaridan biri bu Toshkentda Toshkent oliy ma'had, ya'ni islom institutini tashkil qilganlar. Afsuski, yuqoridagi ko'plab muhim ma'lumotlarni bugun ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Islom sivilizatsiyasi markazi esa mana shu kamchilikni to'ldirishda muhim rol o'ynaydi. Islom sivilizatsiya markazida bo'lib o'tgan 20-asrga taalluqli ekspozitsiyalar bo'yicha hisobot bo'ldi. Bu qatorda biz Muftiy Boboxonovlar fondi nomidan qatnashdik. Bu yerda Muftiy Boboxonovlarni birinchi toifaga taalluqli Boboxonovlar sulolasi, tarix, saboqlar, xotiralar media loyihasi bo'yicha hisobot berdik. O'sha Muftiy Boboxonovlarga taalluqli barcha video materiallar, foto materiallar, shu bilan bir qatorda ularga taalluqli bo'lgan turli eksponatlar va albatta hujjatlar bo'yicha ulashdik. Bu hali hammasi emas. Yurtimizda kinlik qoni to'kilgan va dunyo sivilizatsiyalariga sezilarli darajada hissa qo'shgan barcha ajdodlarimiz merosi zamonaviy tarzda yoritib beriladi. Buning uchun yuzlab, minglab xodimlar, olimlar va ziyolilar harakat qilmoqda.